Assalomu alaykum. Ustalar. Isuzu 10 tonnalık galopga geldi. Görüp turganlaringizdek. Mikrotirshenlari bor. Shu mikrotirshen uchun galopga ko'p almashgan. Atabar boshqani qo'yar yerlar, atabar boshqani qo'yar yerlar. Bu mikrotirshen uchun chiqqan emas. Bunda galopkani ochib boshqatdan qo'ygan vaqti bu grem газораспределительный mexanizm неправильно установка bo'lgani uchun bizlarda grem uziladi-ku gibridda. Toshkent uchun bo'lgan bu. Biklab tashlagan qilaqlari. Keyin bizlar ko'rib turgan egalari, shopirlar bir narsaga yaxshilab e'tibor etinglar. Shunday chatlagi bor-ku, shunday chatlak deb galopkani ko'p chiqarib tashladilar. Bundan 5 beterlarni zetkenimiz halam yurib turibdi. 40 ayakini bo'lib ketganlar zetkenimiz yurgan. Suv ham o'tirgan emas, kompress ham qachirgan emas, suv ichamayotgan emas. Допустим, shu vaqtlari chiqqan bu galopkani. Bunda umuman hozir tekshirtirdik buni. Suycha joylaridan metchik o'tirib ko'rdik. Chotki suycha atgan emas. Bu zavодской gaz xili. Buni nima uchun chiqargansiz degasini aytsam, dedi, shu vaqt pul bor edi dedi. Atverib Buxorodan kelib tarqa qo'yaverdik dedi. Ginezas cho'kkan buni. Jolli o'tirib ketgan. Zet bo'lmaydi deb aytganlar buni. Avval ham aytgan, hozir ham aytib qolaman. Aytamiz. Zet bo'ladi. 100% garantiyasi bilan zet beramiz. Hech qanday gineza tashlamaydi. Ammo muammo chiqarmaydi. Garantiyasini qo'yib zet beramiz. Zetganlarimiz yurib turibdi, xudoga shukr. Ashibga chiqmadi hali. Bunda ku trishen yo'q. Trishening borida ashibga chiqqani yo'q. Kuzatib o'tirganlar uchun rahmat. Murojaat etaverasizlar. Kuzatib beramiz. Chiroyli.